O'zbekistonda yana bir kutilmagan falokat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida Damas avtomobili ikkiga bo'linib ketdi. Bu haqda Ovoza dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, Damas haydovchisi mashinalar orqali masofani saqlolmay, o'zidan oldin harakatlanib ketayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Voqea oqibatida Damas avtomobiliga texnik zarar yetgan. Uning haydovchisi va yo'lovchilari tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yuborilgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, muassasaga 2 nafar vafot etgan shaxs hamda bir bemor olib kelingan. Bemorning umumiy ahvoli og'ir holatda bo'lgan. Tan jarohati bo'lgan bemor o'z holatiga kelgandan so'ng uni Qo'qonga reanimatsiya bo'limiga o'tkazdik degan shifokorlar. Ma'lum qilinishicha, hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Avvalroq Toshkent shahri Yunusobod tumanida beton to'siqqa urilgan BYD yonib ketgani haqida xabar berilgan edi. To'qnashuv oqibatida haydovchiga tuman tibbiyot birlashmasi yordam ko'rsatilgan. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni va barcha yo'lda yuradigan tanishlaringizga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.